Voy toychon kim xafa qildi? Kim? Menmi? Ha, men xafa qilganim yo'q, men trenirovka qilyapman-da toychoq. Shunga xafa bo'ldingmi? Ha? Voy, asalim ukam, unaqa qilma. Sen trenirovka qilishing kerak, men qorinlaringni yo'qotishing kerak. Ikkalamiz hali jahon chempionatlariga chiqishimiz kerak. Butun dunyoni zabt qilishimiz kerak sen bilan. To'g'rimi? Yo'qmi? Yo'qmi? Uxlaymizmi? Ha? Senga uxlash bo'lsa bo'ldi-da. Qilish kerak. Toychoq qara, qorningni yo'qotishimiz kerak. Semirib ketgansan. Hali diyetaga o'tiramiz ikkalamiz. Ha? Chempion baquvvat bola bo'lasan, hamma havas qiladigan. Yo'qmi? Uxlaysan faqat. Uyqu bo'lsa bo'ldi, ovqat uyqu. To'g'rimi? To'g'rimi yo'qmi? Unaqa emas. Bugun qattiq trenirovka qilasan, tushundingmi? Hozir boshlanadi, tayyorlan. Qilasan trenirovka. Qilasan. Qilasan trenirovka. Qilasan dedim. Bo'ldi, mayli, yengil qilasan, xo'p? Bo'ldi, qilasan. Yig'lasang ham, dod desang ham qilasan trenirovka. Keyin ikkalamiz oshga boramiz. Xo'pmi? Odilbek, menga qara. Xo'pmi? Xo'p deb qo'y toychon. Yaxshi trenirovka qilsang, zo'r narsalar olib beraman, o'yinchoqlar. Qilasan trenirovka. Qilasan dedim. Yig'lama bo'ldi. O'g'il bolasan-ku, ukajonim.